Assalomu alaykum, hurmatli va qimmatli bo'lgan O'zbekiston ahli, mani ko'rib turgan insonlar. O'zbekiston Respublikasi Shavkat Mirziyoyev sizga tegishli qilib yetkazib boryapman bu gapni. Mana mani ko'rib turgan o'sha Shuhratshon, Rasul Kusherbayev mani tomosha qilyapsiz. O'zbekistonda o'sha Abdurahmon Tashanov, mani ko'ryapsizlar. Sirojdi media. Men shu zapis chiqarishga majbur bo'ldim. Chiqarmasam bo'lmaydi. Bizda men Farg'ona viloyati Farg'ona tumani o'sha Chimyon qishlog'ida yashayman. Bizda shu sanatoriyalar bor-da, sanatoriyalar joylashgan. Damodoqlar deymiz. Ashta bir rahbarning ustidan men yozganimni o'sha aytdim, shu tozalikka nazorat qilaylik deb aytib qo'yganimga meni olib borishib, ustimdan ariza qilib berdi. Ariza qilib berib, Farg'ona viloyati Quvasoy o'sha ruhiy shifoxonasiga olib yotqizishdi. Yotqizishib, men shu yerda yotib chiqdim. Mana nogironman, o'zi oyog'imda suyak yemirishim bor. Shu pandemiyadan keyin shunaqa bo'lib qoldim. O'tib yotib chiqqandan keyin menga o'sha nafaqa pensiyasi to'layapti. Pensiyani olaman, yerimga to'layapman, musorga, gazga, qonimga ham yetmaydi u pulim, deb hisoblasam. Endi bo'shlik qilyapman. Endi ko'chalarda men hozir bloger degan, bir yil ichida blogerlik faoliyatini olib boryapman. Hali blogerlik qilib, birovdan bir so'm pul olganim yo'q. Hech kimdan bir chaqa ham olganim yo'q. Men o'zimning kuchimni yaratib, yonlarni ko'rsatib, cho'lga tushgan inshootlarni ko'rsatib, xalqqa yetkazyapman. To'y-to'chiqlarda syomka qilyapman. Shularni yaratyapman. Endi meni shunday narsaki, kecha mana qabriston deymiz, o'sha men dadamning mayitiga chiqib keldim, shu yotgan joyiga, o'sha qabrga chiqib, o'sha nazoratni ichki kishilardan menga bosim qilyapti. Har qadamida mana arizaga qo'yib qo'ying, menga qo'yib qo'ying. Mana ustimga ariza yozib bular. Arizani yozdirishyapti. Bu qabul yashaylik. Bu O'zbekiston degan davlat. Qabul yashashim kerakmi? Mani ayibim nima? Bu dunyoga tug'ilganim uchunmi ayibim? Men nima qilishim kerak? O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nima qanaqa yashashim kerak? Men ichimdan siqilib o'lib ketdim. Kechasi men uyqum kelmadi. Mana bugun shu zapis chiqaryapman. Hamma o'sha rahbarlar, boshliqlar bo'y bo'lib ketgan. Puli ko'p, xohlagan ishini qilyapti. Ichki ishlar tizimi shunday ishlayapti. Akademiyani tugatmasdan kelib uchastkaya boshqalarsa lavozimda o'tiribdi bular. Bu oddiy uchilish kollej tugatib bilan ichki ishlar bo'lyapti. Men ichki ishlarda hammasini nazorat qiling demayapman. Ba'zi birlarini qilish kerak. Ba'zi birlari tizim qilib, bosim qilib o'tkazib yuboryapti-yu. Kecha aytyapti, yozmayman, men qo'l qo'ymayman desam aytyapti, jinnixonaga olib tashlab kelaman sizni. Ustimdan mazaq qilib kulishyapti bular. Bularga haqiqat bormi yo'qmi? Haqiqat yo sotilib ketganmi pulga? Qanaqa yashashim kerakmi? Nima qilib yashay? Bitta farzandim bor. Xudo bergan. Men o'sha 41 yoshimda kech uylanganman. Hozir o'zimni osib qo'yib, o'ldirib qo'yarsam, farzandim o'sha yetim bo'lib qolib ketadi. Yetimlar yana ko'payib ketadi. Nima qilib yashashim kerak? Qani aytinglar, nima qilib yashay? To'yib ketdimi bu jamiyatdan? To'yib qaysi davlatga chiqarilib bo'lsa, boshqa davlatga ko'chib ketib yashay. Ish bo'lmasa ishlagani. Bu tomonim nogiron bo'lsam, yurolmasam, bitta syomka chiqarsam, syomkamning ustiga kelib, qilmaysan, bunaqa qilmaysan. Nima bu? O'zbekiston o'sha axborot rahbariyatining boshlig'imi u Cho'chkovoyda. Nima Cho'chkovoyda bir o'yin demaydi? Nimaga hech kim harakat qilmaydi shular ustiga? Nima qilyapsan, qayerga ketyapsan, nazorat qilmaydi. Hamma yoqqa rahbarlar bir-biriga kiyishib ketgan. U qishloqdan bu qishloqdan rahbar bo'lib boshliq bo'lib ketgan. Nima qilaylik biz? Biz dardimizni kimga yetishimiz kerak? Men to'yib ketdimmi bu jamiyat zamondan? Qabul yashashim kerak. Nima? Meni opoqim o'sha katta bobom Qo'qonxoni bo'lgani uchun men aybdormanmi? Bu jamiyatga aybdor bo'lib kelganmanmi? Nima qilishim kerakman? Men dardimni kimga yetishim kerak?
Men yana prezidentdan so'rab qolaman. O'sha ichki ishlardan Aziz aka mana yaqinda o'sha rahbar bo'lib o'tirdi. Bizni Farg'onani nazorat qilish kerak. Nazorat qilmasa bo'lmaydi. Endi Chimyonni nazorat qilish kerak. Chimyonda nazorat qilmasa bo'lmayapti. Qayerga borib dardimni aytishni bilmayapman. Hozir mana ben shu videoni chiqaryapman. Hozir meni ovora qarashadi. O'sha tiqishadi, o'sha jinnixonaga borib tashlaydi. Bir jinnidi. Ustimdan mazaq qilishib. Kulishib olib, videolarimni chiqarishib olib, yoqqa unga taqatib, bunga taqatib, ustimdan kulib yuribdi bular. Gapirtirib qo'yib. Mana shu yerda shunaqa tashkilotlar bor. Mana bittasi temir yo'lchilar, bittasi respublikaning sihatgohlari bor. Respublika santorlar. Bular hammasi ikkovi ham davlatga qarashli. Qolganlari xususiy, davlatga qarashli tashkilot. Otasi pensiyaga chiqib ketib, uning o'g'li meros bo'lib qolyapti. Bu qonunda 41-moddada ko'rsatyapti. Bu moddani. Bu moddasini men topolmasam, buni gapira olmasam. Bu qachongacha tilimizni ketimizga qisib yashaymiz. Bu jamiyatda gapirishi nima? O'rinsizmi? Men to'yib ketdimmi jamiyatdan? Qayerga borib yashashim kerak? Menga o'rgatinglar. Menga yordam beringlar. O ijtimoiy tarmoqdagilar, meni ko'rib turganlar. Shu videolarni tarqatinglar, chiqsin yuqoriga. O'sha prezidentga aytib borsin. Ana Saida Mirziyoyev siz ko'rib turibsiz. Mana ko'ringlar mana shu zapislarni. O'sha tizim keldi, bu qachongacha biz bunaqa qashshoq zamonda yashaymiz? Qashshoq zamonmi ketyapmizda? Nimaga? Ko'katilmayapti bizga. Ichki ishlarda shunday qilib ustimizga rahbariyat qilib qo'yganki, bosimni ichida yashayapmiz. Bosim. Hech qachon ko'karmaymiz. Bosim. Mana ichki ishlarda hammasini yomonlaganim yo'q. Ba'zi birlari bor. Talabga javob bermaydi. Bizni hurmat qilmaydi bular. Sen shu jamiyatda insonsan demaydi. Kelib nima bosim qiladi? Yana nima deydi? Ki arizaga qo'yib qo'y. Ariza. Nimaga bu ariza? Sen aytyapti. Sen noto'g'ri yuribsan. Qayoqqa yurishim kerak? Qanaqa? Uyni ichidan chiqishim kerak emasmi? Men qulmanmidim bitta joyda o'tirgan. Yo'q. Kasalmand, cho'loq bo'lsam ekan chiqib ketolmasam ko'chaga. Odam uyni ichida o'tirsa ham jinni bo'lib qoladi. Ko'chaga chiqib u bilan gaplashib, o'zingizni yoshartirasiz. O'zingizni odobiy joyingizni bilasiz. Nima u bilan gaplashib, madaniyatni bilasiz. Bizim madaniyatga bular nima qilmayapti. Semirib ketgan o'zidan o'zi cho'chqaga aylanib yotibdi bular. Shunday jonimdan to'yib ketdim. To'yib ketganim uchun syomka qilib chiqaryapman. Chiqarmasam bo'lmayapti. Nima qilay? Qayerga borib yashay? Aytinglar bo'lmasa. Chiqarib yuborsin, chiqib ketay bo'lmasa. O'ldirib yuborsin. Men o'zimni o'ldirib qo'ysam, bu dunyoda javobim bor. Odam o'zini o'zi o'ldirsa, osib qo'ysa, mayitni ham, o'sha mayitni ham janozasini o'qimasin degan joyi bor-da. Men to'yib ketdim-ku, qayerga borib yashay? Shavkat Mirziyoyev meni ko'rib turibsiz. Xudo olsa, yetkazinglar shu Shavkat Mirziyoyevga, ko'rsin. O'sha meni oldimga o'sha vazirlikdan odamlar kelsa, men shunday tutib beraman hammasini. Hammani o'sha noto'g'ri ish qilyaptiganlar. Noto'g'ri qilayotgan ishlarni qilyaptigan insonlar. Ular ham javob berish kerakmi? Yo'q, biz javob berishimiz kerak. Hadim men javob beraversam. Unda bo'lmayapti-da. Olib borib nima? Jinnixonaga borib tashlaydi. Boshqa joyga borib tashlaydi. Ustimizdan kulishyapti bular. Nima qilayman? Men to'yib ketdimmi jamiyatda? Qayerga borib yashashimga hayron bo'lyapman. Mana Jahongir aka bor. Amerikada mana jurnalist. Ko'rib turibsiz Jahongir aka sizdan. Mashina tafsilotini chiqarib beringlar bizga. Men to'yib kimdan so'rayman? Xudodan so'raysam, Xudo nolarimni eshitmayapti. Bir kun keladi, hali hammasi jazosini oladi. Lekin hozirgi vaqtida bizni qiynayapti bular. Men qiynalib ketdim. Men yashashdan qiynalib ketdim men. Ko'chada to'g'ri yura olmasam. Men avtomashinam bo'lmasa menish uchun. Oddiy bitta telefonda mana syomka olib chiqaryapman. Bittasi iPhone oling, uni oling, kamera oling deydi. Pulim bo'lmasa qayerdan olaman men? Qayerdan olaman?
Hozir ayolim bir santorda ishlaydi, oddiy farrosh bo'lib, o'zi Qirg'izistonda o'qigan o'sha biologiya fani bo'yicha nostrifikatsiya qilishimizni nostrifikatsiya qilolmadi diplomini ham. O'talmadi. Nimaga? Kallada hech narsa qolmadi. Hali qiynalib ketyapti-da. Bu qiyin savollar tushib qiynalib ketdi. 1.800.000 so'm o'ylab beradi. 1.800.000 o'yli nima bo'ladi? Bu O'zbekistonda income haqi 5 million deb berilyapti, 3 million deb berilyapti. Nimaga bularda o'yli oz? Bularda nazorat qiladigan tashkilotlar bormi, yo'qmi? Haqiqat bormi, yo'q, haqiqat o'lganmi? Men to'yib ketganimdan gapiryapman. Bu to'g'ridan to'g'ri gapirganim yo'q. Yashashdan zerikib qoldim. Mana kecha shanba kuni edi, mana qabristonga chiqib, mana otamni ustida gapiryapman, otamni deb gapiryapman. Mana dadamlar elektr payvandchi bo'lib ishlagan, o'sha kimyo mexanika zavodida ancha ish faoliyatini olib borgan. O'zi 1948-yil 24-mayda tug'ilgan. Shu 24-may kuni qabrini ziyorat qilaman deb shu oyoqlarimni olib yurolmay qolib chiqarmay qoldim. Kecha borib so'mka oldim shatdi. So'mka kelish jarayonida ichki ishlar to'sib turib, mana arizaga qo'ying, menga qo'ying deyapti. Men qachongacha ariza to'g'izib o'taman bularga? Men qanaqa yashashim kerak bu jamiyatda? To'yib ketdim. Men o'sha dadamga, otamga qaytyapman. Otam 1984-yili o'sha Muborakda bir gaz chiqib ketib bir joydan yonib ketgan. Shunga brigada a'zosi bo'lgan, o'sha brigadasida bolalarimni olib borib 15 kilometr tog' orasidan suv olib borib uchirgani uchun dadamga 1984-24-may kuni 24 avtomashina berishgan. O'sha paytda halol mehnat qilgani uchun-da. Endi biz halol mehnat qilsa, bizda bunaqa kimyo mexanika zavodi yopilib ketgan, to'xtagan o'sha yerda turibdi o'rnida. Uni sotib olishlar ko'payib ketyapti. Ichida hamma stanoklar bor. Shularda bittasi olib kelib ishlatib, shularda qilsa bo'ladi. Lekin biz jamiyatda bunaqa ishlaydigan bizni viloyatda yo'q. Bizni viloyatda o'sha botqoqqa bosib bo'lyapti. Men to'yib ketganimdan gapiryapman. Prezident sizga gapiryapman. Meni ko'ryapgan bo'lsangiz, menga yordam qiling. Men qiynaldim. Onam nogiron bo'lsa, yurolmaydi, bir joyda qolgan. Unga qaraymanmi? Men o'zimga qaraymanmi? O'zim nogiron bo'lsam, onam yurolmaydi, oyoqlarida kuchi yo'q. Mana onam ham 74-75 ga kiryapti. Bir joyda yashaydi, bir joyda turadi. Necha yildan chaqi shu bir uyda ichida yotadi. Chiqmaydi. Doktorlar kam nazorat qiladi, bizni nazorat uncha kelmaydi. Mana yaqinda men poliklinikaga chiqib dori-darmon oldim. Dori-darmonni shu ukol bilan jicha oyoqlarim o'ziga keladimi? Kelmayapti. Ja qiynalib ketdim. Qiynalganimni aytyapman. Shu jamiyatda qiynalib yashayapman-da, nima qilay? Nima qilay? Eyibim shu dunyoga kelganim uchunmi? Men shunaqaligini bilganda yoshligimda shu narsa yemasdan shu o'lib ketgan bo'lardi. Hozir ko'ryapsiz, mana paxta yog'i bor O'zbekistonda chiqadi, paxta yog'i o'zimizdan chiqadi. Shunaqa qimmatki, bozorlar qimmat bo'lib ketdi. Go'sht olib yeysiz, iloji yo'q. Uyimda 2 tub gilosim bordi, gilosim bo'ldi, Xudoga shukr, Allohga ming qatla shukr. Gilosimni sotib nalinga berdim. O'shandan orttirib bir 200 gram go'sht yermikin desam, yeyolmadim. Nimaga o'shanga yetib bormadi? Yashash qiyin bo'lib ketdi-da. Qiynalyapman men yashash uchun. Men birovga og'irimni tegizmayman. Menga og'irini tushiryapti. Shu ichki ishlardan men so'rayman shuni. Shu menga bosim qilmasin. Menga ariza deb yozdirmas haqqimni. Qatta bo'lsa quv yurib soladi haqqimni. O'sha birlikda rahbarlar gapiga kirib qilyapti-da buni. Rahbarni puli ko'p, beraveradi unga. Nimaga? Unga kelyapti naqd. Aholi berib qo'yapti. Pora deymiz. Bu porani to'xtatish, korrupsiyani to'xtatish keldi, o'sha zamoni keldi. Qachongacha bular yeb yota olmaydi-yu. Shavkat Mirziyoyev ko'rib turgan bo'lsangiz,
O'zimni prezidentim deyman. Men prezident qilayotgan ishlar to'ppa-to'g'ri ishlar olib boryapti prezident. Lekin atrofidagilar mana past tomoni bo'lyapti. Past tomon noto'g'ri ishlayapti-da, o'shaning uchun prezident ham eplanmayapti. O'sha prezidentim ko'rib turgan bo'lsangiz, menga ko'mak, menga yordam berishlarini so'rayman. Men qiynalib ketdim. Qayerga borib yashashga ham hayron bo'lib qolyapman. Men avtomashinam bo'lmasa, latarga tushib yo bitta jinoyat qilib ketgan bo'lsam, syomka qildim nima? Sud ichida musorlar yotibdi. Shularni syomka qilganimga ham bosim qilinyapti. Qabristonda borib syomka qilib obodonlashtirish qilishib, yerlarga archa-parcha ekishib, chiroyli qilishgan uchun shuni syomka qilsam, unga ham bosim bo'lyapti. Men nima qilib yashashim kerak bu jamiyatda? Syomka qilsam nima? Bular nima? Axborot texnologiya boshqarmasining boshlig'imi bu ichki ishlar? Ichki ishlarga hamma tizimni berib tashlagansiz, Shavkat Mirziyoyev. Endi olib tashlaydigan davr keldimi, kelmadimi? Bularda ham nazorat qiladigan tashkilot bormi, yo'qmi? Yo'q. Bular o'ziga xon, o'ziga bekmi? Xohlagan ishini qiladimi? Bizni ustimizdan bosaveradimi? Men to'yib ketgandan so'ngga qilyapman buni. Mana bizda Chimyonda men bir narsani aytaman, shu Santoraga yaqin joyda o'tiramiz biz. Fohisha bosib ketdi, fohisha, zinokorlar bosib ketdi. Ichki ishlarga aytdim men, bir ikkitasiga aytib bitdim, shularni yo'qotaylik. Battansam, yo buni ularga tegib bo'lmaydi, demaydi. Men shu deyman, Chimyonga propska shu uchotga qo'yish tizimini qo'yish kerak deyman. Nimaga? Bular 1-2 yildan beri shakaka bo'lib yashaydi. Xataysancha Chimyonliman. Butun dunyoga Chimyonni fohisha qilyapti bular. Andijondan kelyapti, Namangandan kelyapti, Qo'qondan kelyapti, Sirdaryodan, boshqa va hokazo viloyatlardan kelyapti. Va kelyotadi, gostinsalar bor. Gostinsalardan qo'shmaxona bo'lib ketgan. Hammani qo'shib beryapti olib kirib. Ular odamlarning uyiga borib yashaydi. Odamlar uyiga kvartira qilib qo'ygan. Kvartirasiga kirib yotadi. Yatta uyga keldim, bu yerga keldim. Bular kasallikni tarqatyapti, boshqa narsa qilyapti. Men to'yib ketyapman bu jamiyatda. Nima deyishga ham hayron bo'lyapman. Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, menga yordam berishingizni so'rayman. Meni ko'rib turgan bo'lsangiz, shu tizimni meni ichki ishlardan qutqaring meni. Meni qiynavordi, meni ariza urib. Kechalari uyqu bo'lmayapti. Qanaqa yashashga ham hayron bo'lyapman. To'yib ketgandan chiqyapman men. Iloji yo'q, to'yib ketdim-da, o'shaning uchun chiqyapman. To'yib ketmasam chiqmayman. Zerikdim umuman bunaqa jamiyatdan. Qaborib yashashim kerak. Ayting menga. O'sha meni ko'rgan Abdurahmon Tashanov, Sirojniy media, o'sha Shuhratjon, Rasul Kushubekov, shu zapslarni sizlarga yetib boryapti. Shuni tarqatinglar, ko'rsin jamiyat. Prezidentga kirgizinglar shu zapsni. Prezident ko'rmayapti ko'p zapslarni. Shu yetkazib borishmayapti. Prezidentimga beringlar. Meni o'zimni prezidentimsiz siz. Men sizga ovoz berib, sizni saylaganman bu jamiyatga. Endi sizni qilayotgan ishingizni noto'g'ri qilib olib boryaptiganlar bor-da. O'shalarda haqiqat achchiq bo'ladi-da, shirin bo'lmaydi. O'shalarda men to'g'ri prezidentga noto'g'ri olib boryapsiz-san, olib borib ustimdan ariza qilib, jindoxonaga olib tashlaydi. Qamoqqa olib qamayapti bular. Qanaqa yashashim kerak men? U ham menga o'xshab, prezident sizga o'xshab to'g'ri ishlasa, bir jamiyat to'g'ri bo'ladimi? Prezident yomon deysiz, prezident yomon emas. Atrofidagi odamlar yomon. Atrofidagilar noto'g'ri ishlayapti. O'shaning uchun men shuni so'rab qolardim. Shu videomni ko'rsinlar hammasini. O'zbekistonda jamiki insonlar shuni tomosha qilib tarqatinglar meni videomni ko'rsinlar. Men bunaqa tizimdan zerikyapman. Qayerga borib yashashga ham hayron bo'lib qolyapman. Men to'yib ketdimmi jamiyatda? Zerikyapman. Epim shu dunyoga tug'ilgan uchun epim bo'lib qolyapti. Mana hozir 54 yoshga kirgan bo'lsam, 54 yoshgacha hech qayerda ishlamadim. Ish bo'lmadi menga. Men shu televideniyaga qiziqdim. Chimyonga 96-yil televideniya ochaman deb harakat qildim.
bizda shunaqa ish bo'yicha qilaman deb qildim. Iloji bo'lmadi. Pul mablag' topolmadim shunga qilish uchun. Endi qo'limdancha jurnalistga keladi. Jurnalistga gapirishga majburman. Men qiynalib, mana mana og'zimda tishim ham to'kilib ketgan, gapirolmayapman. Shu pandemiyada bo'ldi bu narsa. Shu tishimni o'rnatish uchun ham pul topolmayapman hozir. Bu pensiyamni gapirmay, pensiyam xotindoyga, oilaga, qorin bilan musorga, mana musor degan narsani chiqarib, mana shu musorni ham hozir mani uyimdan musor kam chiqadi. Bu bir oyda bir marta chiqsa chiqadi, bo'lmasa chiqmaydi. Hozir mana boshqa mana odamlar kelib bakalashkalar terib ketyapti. Boshqa musorni olib ketyapti. Bunga pul to'lashim kerak, elektrga to'lashim, gazga to'lashim kerak, yerimga to'lashim kerak. Men qiynalib ketdim. Qiynalib ketganimdan aytyapman buni. Men tinch yashayapman. Birovning mishig'ini pishtirmayapman. Mani mishig'imga tegmasin, mani asabimga, mani tinchligimga tegmasin-da. O'sha men tinch yashayman. Men birovga bosim qilmayman. Mana ichki ishlarning ichida gapiryapman, ichki ishlarning ichida zo'rlari bor. Keladi aka, omad sizga aka, omad, chiqaring syomkalaringizni ko'ryapman. Zo'r syomkalar deb maqtayapti. Ichida bir ikkitasi qilmaysan buni, bunday qilyapti, bunday bosim qilyapti. Men nima qilishim kerak? To'yib ketgandan gapiryapman. Shavkat Mirziyoyev meni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, ko'ring. Shu zapslarga izoh bering. Men zerikkanim uchun gapirdim buni. Qiynalganim uchun gapirdim. Men qiynalib ketdim bu jamiyatdan. Zerikib ketdim. Yashashim qiyin bo'lib ketdi, o'shuning uchun qilyapman. Yig'laysam erkak kishiga to'g'ri kelmaydi bu. Mani dilim yig'layapti, mani ichim yig'layapti, yuragim yig'layapti mani. Bu chatoqsizimda yashaganim uchun. Jamiyat o'zi yaxshi, ichidagi insonlari chatoq. Shu insonlari qonunni bilmagani uchun shu ichki ishlarga bir ikkitasi o'tirib olgan, qonunni bilmaydi. Xudoga pul bersang qonun ishlaydi ularda. Qonunni bilmagani uchun rahbar o'sha ichki ishlarda ba'zi bir rahbar bo'lib o'tiribdi. Bularni o'zi tozalaydigan davr keldi. Prezidentim ko'rmasangiz bo'lmaydi biz zapisni. Men chiqargan videorolikimni tomosha qiling, Shavkat Mirziyoyev prezidentim. Men sizga omad tilayman, umr tilayman sizga, umringiz uzoq bo'lsin. Bola chaqangizni baxtiga yashang iloyim. Lekin men qiynalib ketganimdan gapiryapman buni. Men arizalardan to'yib ketdim, arizadan to'ydim, arizadan. Shu arizani chiqargan inson shu o'lib qolsin deyman. Shuni yozyapman. Shu ruchka deyman, yozilayotgan joyda qo'lida sinib ketsin deyman. Men boshimga chidamay qoldim. Men qiynalib ketdim bu jamiyatda, qiynalib ketdim. Men to'yib ketganimdan sizlarga chiqyapman. Iloji yo'q. To'ydim kecha, bunaqasidan to'yib ketdim. To'yib ketganimdan gapiryapman. Odam to'yib ketmasa o'zidan o'zi birovni yomonlamaydi. Birovni o'zidan o'zi bekordan bekor yomonlamaydi. Nimaga ular bosim qilgani uchun, yuragimni siqqani uchun gapiryapman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar uchun Said Amir Rustamxon kanali.